Endi shaxsiy virtual yordamchimiz imkoniyatlarining yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratamiz. Katta hajmli hujjatlarni tahlil qilish va qisqartirish qobiliyatini tekshirib ko'ramiz. Ushbu tajribada biz ChatGPT ga Birlashgan Arab Amirliklarining 2031-yilgacha mo'ljallangan sun'iy intellekt strategiyasi haqidagi rasmiy hujjatni taqdim etdik. Bu juda katta, keng qamrovli hujjat, 25 sahifadan iborat. Vazifamiz juda aniq edi. Hujjatning mazmunini atigi 5 ta asosiy bandda qisqartirib berish. Virtual yordamchimiz hujjatni to'liq tahlil qildi, uning eng muhim, mazmunan to'yingan va strategik jihatdan ahamiyatli nuqtalarini saralab berdi. Endi biz uning ushbu murakkab hujjatni qanday qilib aniq, qisqa va ravon tarzda ifoda qilganini ko'rib chiqishimiz mumkin. Keling, kengroq tasavvur qilaylik. Agar sizda yuzlab hujjatlar bo'lsa, ularning har biri bir necha sahifadan iborat bo'lsa-chi va siz bu hujjatlar asosida tahlil, hisobot yoki ilmiy tadqiqot tayyorlashingiz kerak bo'lsa, aynan shunday vaziyatda sun'iy intellekt asosidagi shaxsiy yordamchingiz qimmatli yordamchingizga aylanadi. Sizga zarur ma'lumotlarni qisqa bandlar ko'rinishida taqdim etadi. Bu esa nafaqat vaqtingizni tejaydi, balki ishlaringizni samarali tashkil qilishingizda ham katta yordam beradi.